butun bozor mijoz ijtimoiy tarmoqdaligini hamma bilib bo'ldi. O'sha yerda hamma o'sha yerda, lekin bir xil muomalani mana shu yeritib qo'yapti boru. 4 dona stul kerak. Mana mebel chiqdi, menda telefon qildi, menga 4 ta stul kerak desam, bo'lish Instagramni yaxshilab qarasangiz deydi, stullar bor, o'sha yerdan tanlang, skrinshot qiling, o'sha yerda telefon nomeri bor, o'sha yerda Telegram'i bor, o'shanga tashlang, o'shani sizga bitta narxi aytamiz deydi. Men 3 ta 4 ta bu jarayonni men qilaman. Bo'ldi, rahmat akam, deb qo'ydim, o'zi vaqti yo'q. Sizlar tushunolinglar, mijoz sizga realniy telefon qilyapti, lit kelyapti. Sirrazu обработка qilish kerak. Bo'ldi aka. 4 xil stulimiz bor, misol ofisni bor, xorika restoranniki, u bu bor. Qanaqa yo'nalishdagi kerak? Menga yumshoqroq o'sha restorannikidaroq kerak. Bo'ldi. Shu nomeringizda Telegram bor, xos tashlaymiz. Tayyor qilib qo'yinglar, tirritib tashlaylar naq-navolari bilan. Bo'ldi, ish bitadi. Mana shunaqa ishlash kerak. Qanaqa sizlar o'tirib ol, anunga qil, bunga qil, lokatsiya nomer yozib yuboring, hamma nomerga shu lokatsiya tashlab beramiz. Qilib yuboring, anini qilib yuboring. Qanaqa savdo qilmoqchisizlar? Biz o'zimiz savdodamiz. Har kuni shuni ustida ishlaymiz. Ya'ni mijoz aloqaga chiqqanda tez ishini bitirish uchun. O'ylab ko'ringlar mana shu narsani. Hamma emas, mana ko'p nimada ahamiyat bersam mana shu ahvol bo'ladi.